Androidchilarga yana vizitlashimiz, kechirsak atvet qilishibdi. Endi bu atvetga javob qaytarishimiz kerak. Sababi bu faqat iPhone'da bor. Telefonning o'zini galereyasidan qarang. Shunni yo'qotishni o'rgataman. Biz audio mixga kiramiz, studiyaga qo'yamiz. Endi boshqatdan ishlamiz. Bu siz aytayotgan narsa qandaydir bir yangilik narsa emas. Siz aytyapsizki, yana qaysi Android qo'lidan kela oladi bu narsa deyapsiz. Men sizga u sizning qo'lingizdagi telefon kamida 1,5 ming dollarlik telefon bo'lsa kerak. Endi men sizga mana qo'limda 500 ming so'mlik telefon bor. Agar sizga o'sha 1,5 ming dollarlik telefoningiz shu 500 ming so'mlik telefon qilgan ishni qila olsa, gapimga javob beraman. Men bu ponni iPhone tomonga o'tib ketaman. Mana shu 500 ming so'mlik telefondan sizlarga vizib boradi. Agar shu 500 ming so'mlik telefonni vizibini qila olsanglar, men shunday Android shuni yig'ishtiramanda iPhone'ga shunday o'tib ketaman. Sizlarning telefonlaringiz kamida 1,5 ming dollarlik telefon. Sizlarning telefonlar shunaqa narsa qila oladimi? Bu oddiy narsa-da. Mana misol uchun 2848 qilsam, mana bu nomerni ko'rsatadi. Mana bu nomerni ko'rsatadi. Bu narsa sizlarda yo'q. Aytamizlarda qachon qo'shiladi? Bu narsa sizlarda 5 yildan keyin qanaqadir yangilik qila olmasa, bu narsani qo'shishi mumkin. Qaysi iPhone shunaqa qila oladi? Oxirgi 4 ta raqamni teradi va o'sha raqam chiqib keladi. Hech qaysi iPhone qila olmaydi. Даже meni qo'limdagi 500 ming so'mlik telefon, qo'lingizdagi telefondan 1000 marta yaxshi bo'lsa kerak. Bo'ldi.